Siz bilasizmi, uzum qishni qanday o'tkazadi? Agar to'g'ri yopilmasa, bir kechadayoq nobud bo'lishi mumkin. Sovuq hududlarda uzum navdasini havoda qoldirish o'simlikka o'lim bilan barobar. Muz, qurg'oqlik va shamol uzum navdasiga shiddat bilan zarar beradi. Hatto yumshoq qish bo'lsa ham o'simlik asta-sekin nam yo'qotib, kuchsizlanib qoladi. Shuning uchun noyabr oyida uzum navdalarini butash qilinadi va bahorgacha yer ostiga yashiriladi. Navdalar ehtiyotkorlik bilan yerga egib qo'yiladi. Avval nam saqlash uchun yaxshi qilib sug'oriladi, so'ng plyonka bilan yopiladi, ustidan tuproq sepiladi. Hatto bundan ham oddiy usuli bor. Chuqur qazib, navdalarni shu yerga yotqizib qo'yish. Shunda uzum yotish holida tinch qishlab chiqadi. Bahor kelishi bilan mart oyida ular yerdan chiqariladi, shiplarga bog'lanadi va yana kuchli o'sish boshlanadi. Endi savol, sizningcha uzumni qishga tayyorlash qaysi usuli samaraliroq? Fikringizni kommentariyada yozib qoldiring.